Aziz kitobxonlar, kitoblar olamiga xush kelibsiz. Kitob bu inson tafakkurini boyitadigan, dunyo qarashini kengaytiradigan va yangi imkoniyatlar sari yetaklaydigan bebaho boylikdir. Har bir kitob o'zida yangi bilim, qimmatli tajriba va ilhom manbaini mujassam etadi. O'qish odati nafaqat bilimni oshiradi, balki fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, shaxsiy o'sishga xizmat qiladi. Bizning Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markazida yo'nalishdagi kitoblarni topishingiz mumkin. Badiiy adabiyot, ilmiy asarlar, biznes, psixologiya, tarix, texnologiya va yana ko'plab qiziqarli mavzular. Har bir kitob sizni yangi olam bilan tanishtiradi va o'z maqsadlaringiz sari dadil qadam tashlashga ilhomlantiradi. Aziz kitobxonlar, bugun o'qilgan bir sahifa ertangi muvaffaqiyatning poydevoridir. Kitob o'qing, bilim oling va kelajagingizni o'zingiz yarating.